Bu darsimizda tok izmerительный klish, tok o'lchovchi klishni qanday ishlatishni ko'rib chiqamiz. Richmeters firmasining RM99S o'chgan holati, bunisi 600 amper. Bu o'tkazadigan qismi o'zgaruvchan tok, o'zgarmas tok, ya'ni parametrlar o'zgartiradigan. Bu qismi bizda chiroq. Bu qismi xotira. Shuningdek, fonarik ham bor. Fonar va xotira. Xotirasini bosib qo'yamiz. Chiroqni o'chirib qo'yamiz. Mayli yaxshiroq ko'rish uchun chiroqni yoqamiz. Bizda o'zgaruvchan tok. Buning uchun bizda ketgan kabelimizni bir donasidan o'tkazish yetarlicha. Mana bu qismni o'tkazamiz. Iste'molchimiz hozir oladigan toki 3,5 amper ekan. 3,5 amperi kuchlanishimiz 220 volt. 220 ga ko'paytirsak, qancha quvvat sarflanayotgani bilinadi. Ya'ni 3,5 ni ko'paytiramiz 220 ga. 660 wattdan ko'proq. 700 watt atrofida demak iste'mol bor hozir. Agar bizda knopkani bosib o'zgarmas tokka o'tkazsak, masalan, zaryadniklarimizda akkumulyator zaryadlaganimizda necha amper tokdan zaryadlayapti. Quyosh panellarimizdan qancha tok oqib o'tyapti. Quyoshli paytda, quyoshsiz paytda shularni tekshirishimiz mumkin. Kattaroq toklarda 600 amper, kichikroq toklarda 60 ampergacha ko'rish mumkin. Undan keyingisi bizda qarshilik rejimi mega ohmgacha, ya'ni bir necha yuzlab, minglab ohmgacha. Bunday holatda biz qarshiligini o'lchasak, bitta bosib keyingisiga o'tamiz. Bu bizda diod rejim, yarim o'tkazgichlar tekshiramiz. Keyingisi rejim nanofarad ko'rsatyapti, ya'ni sig'im kondensatorlar tekshiramiz. Keyingisi ohm, to'g'ridan to'g'ri qarshiliklari o'lchash, shuningdek prozvonka rejimi. Shutni olamiz. O'tiramiz. Va prozvonka qilamiz. Simlarning butun emasligi odatda tekshiriladi. Yoki kichik detallarni ham prozvonkaga. Keyingisi bizda chastota. Asosan generatorlarimizda оборот tushib ketganda chastota ham tushib ketadi va tarmoqda bizda 50 Hz ishlatiladi. Shu sababli oddiy rozetkada ko'rishimiz mumkin. Mana tarmoq chastotamiz 4997. Mana 50 Hz. Tushib yaxshi tegmay qo'ygan ekan. Mana hozir 50 Hz ni ko'rsatyapti toza. Undan keyingisi NCV. Ya'ni bizda makt maydon tekshiradi. Bu bilan masalan faz aniqlanishimiz mumkin, kuchlanish bor yo'qligini aniqlashimiz mumkin. Masalan, mana bu yerda bizda 0 niki bo'lsa, mana bunisi fazaniki. Mana. Uzoqlashtiramiz. Yaqinlashtiramiz. Va sim fazani ko'rsatyapti. Keyingisi kuchlanish rejimi. O'zgaruvchan va o'zgarmas kuchlanish. Mana qizilini bu yoqqa, buni bu yoqqa qo'yamizda. Tarmoqda gaz kuchlanishini tekshiramiz. Tarmoqda kuchlanishimiz bizda hozir o'zgarmasda turibdi. Kuchlanishimiz 215-8 volt ekan. Bu normal holat. Kuchlanish bizda 200 voltdan 240 gacha normal holat, standart 220 bo'ladi. Undan past ham, undan ko'p ham iste'molchilar uchun zarar. Knopkani bitta bosish orqali mana DS o'tadi, o'zgarmas kuchlanish. Bu batareykadagi akkumulyatorda kuchlanishlarni o'lchash mumkin. Masalan, mana bizda akkumulyatorimiz. Bunda kuchlanish o'lchash uchun knopkani DS ga bosamiz.
qorasini minusga tekkizamiz. Qizilini esa plyusga. Kuchlanish 608 volt. Bu akkumulyator sig'imini yo'qotgan, kuchlanish past. 12 voltdan kam bo'lmasligi kerak. Agarda biz buni teskari o'ylaydigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rsatadi, oldida minus paydo bo'ladi va bizda plyus bilan minus shupi yo'q, yaxshi ko'rinyapti. Ne bo'lsin? Mana oldida minus paydo bo'ladi, ya'ni teskari turibdi. Plyus minusda, minusimiz esa plyusda turibdi. Tekshirganimizda to'g'ri o'ylasak, mana bizda minus belgisi yo'qoladi. Meni hozir to'g'ri tekshirilyapti. Undan keyingi parametrga keladigan bo'lsak, keyingisi bizda temperatura. Buni temperaturaga olamiz va shupini olamiz. Temperaturani maxsus lafsan izolyatsiyali temperaturaga chidamli chiqarilgan. Ichida termoparasi bor. Buni hozir bizda 25 gradus xona temperaturasini ko'rsatyapti. Mikromat 9. Qorasini qoraga, qizilni qizilga. 28 ga o'zgardi. Endi uchun ushlab turamiz temperaturani va ko'tarilishini ko'rishimiz mumkin. 35, 36 gacha chiqadi. Chunki normal inson temperaturasi 36,6 gradus. Agar biz buni chiroqqa boradigan bo'lsak, korpusiga, bu temperaturani yana ko'proq ko'rsatadi. Yana bu yer qizyapti, chiroqning tepasi 41 gradus. Qo'l kuydiradigan temperatura demak 50 gradusdan katta. Shuni o'zi yetarlicha deb o'ylayman. Priborlarni ishlatgandan keyin tozalab qo'yib qo'yish kerak. Bu yerda batareykasini o'tirgan ko'rsatyapti. Imkon qadar batareykasi zaryadi kamayganini ko'rsatishi bilan darhol iloji bo'lsa almashtirish kerak. Bu priborlar uzoq muddat xizmat qilish uchun. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldirasizlar. Ya'ni qanday videolar qiziqtiradi, qanday qurilmalar va qanday savollar elektr toki bo'yicha.